Bir yilda boy bo'lish. Napoleon Hill. Birinchi hafta. Omad o'zi kelmaydi. Insonning taqdirini aytib berish uchun bashoratchi bo'lish shart emas. Faqat hayotdagi asosiy maqsading nima va unga qanday erishmoqchisan deb so'rash kifoya xolos. Bu haqda 100 ta odamdan so'rasangiz 99 tasi yaxshi yashashni va baxtli bo'lishni istayman deyishi turgan gap. Bir qarashda bu odatiy javobdek ko'rinadi. Ammo o'ylab qarasak faqatgina oqim bo'ylab suzishni yoqtiruvchi va hayotda nafaqat maqsadi, balki uni amalga oshiradigan rejalari ham mavjud bo'lgan odamlarning dasturxonidan ortganiga qanoat qiluvchi odamlargina shunday deyishadi. Boy va omadli odam bo'lish uchun esa o'z oldingizga aniq bir maqsadni qo'yishingiz va unga erishish bosqichlarini aniqlab olishingiz lozim. Dallaslik Stuart Austin Weir bilan bir necha yil birga ishlaganman. U men muharrirlik qilgan jurnalda ishlardi. Agar Stuart bir kashfiyotchi haqida maqola yozmaganda edi, balki shu paytgacha qashshoq yozuvchi bo'lib qolaverarmidi? Kashfiyotchi bilan suhbat uni shunchalar ruhlantirib yubordiki, oqibatda hayotni butkul o'zgartirishga qaror qildi. Stuart o'zini tanigan odamlarning barini ajablantirgancha jurnalistlikani tashlab, huquqshunoslik bo'yicha o'qishni davom ettirdi. Chunki Stuart bu kamtargina lavozimda qolishni emas, balki AQShning bosh huquqshunos lavozimini egallashni mo'ljallagan edi. U niyatini amalga oshirish uchun shunaqangi jon-jahdi bilan intilardiki, hatto kollejdagi o'qishni rekord darajada qisqa muddatda tamomladi. Advokatlik amaliyotiga kirishgandan keyin u ataylab eng chigal ishlarga qo'l ura boshladi. Oqibatda u zo'r obro'-e'tiborga erishdi. Xizmatlari esa shunaqangi talabgir bo'lib ketdiki, aql bovar qilmas darajada yuqori haq so'rasa ham mijozlari gap so'zsiz ko'nishardi. Maqsad va uni amalga oshiradigan rejaga ega bo'lgan odam uni tatbiq etish uchun imkoniyatni albatta topa oladi. Agar o'zingiz nimani istayotganingizni aniq bilmasangiz, olma-pish, og'zimga tush deb o'tiraverganingiz bilan hech qachon omadga erisha olmaysiz. Nimaga intilayotganingizni o'zingiz bilmasangiz, unda kim ham sizga yordam bera olardi? Faqat aniq belgilangan maqsadga ega bo'libgina yo'lingizda uchragan barcha qiyinchilik va muammolarni bartaraf etish mumkin. Nimani istayotganingizni bilibgina qolmay, balki unga erishish rejasiga ham ega bo'lgan eng omadli tadbirkorlardan biri sifatida Lee Maransni aytib o'tish mumkin. Injener-mexanik Marans yumshoq muzqaymoq tayyorlovchi uskunani ixtiro qilgandi. U sohil bo'ylarida joylashgan son-sanoqsiz qahvaxonalarni aniq-tiniq tasavvur qilardi va bular keyinchalik hayotda ijobat bo'ldi. Yuzlab insonlar kabi Marans ham boshqa odamlarga yordamlashish orqali omadga erishdi. U muassasa egalariga qurilish va jihozlarning dizayni bo'yicha loyihalarni taqdim qilar, bular esa o'sha davrlarda aql bovar qilmas hodisa hisoblanardi. Marans o'z qurilmalarini Amerika sohillarida joylashtirdi va ichiga turli to'lmalar solingan yumshoq muzqaymoqlar yordamida ulkan mol dunyo orttirdi. Xo'sh, natijasi qanday bo'ldi dersiz? Oradan ko'p fursat o'tmay yumshoq muzqaymoq sotiladigan qahvaxonalar barcha shtatlarni xuddi to'rdek qoplab oldi. Lee Marans, agar o'zingizga, o'z imkoniyatingizga va qilayotgan ishingizga ishonsangiz, o'ylaganlaringizni amalga oshirishingizga ishonchingiz komil bo'lsa, unda albatta maqsadingizga erishasiz degandi. Omadga erishmoqchi bo'lsangiz, bugunoq oqimga qarab suzishni to'xtating. O'zingizning muayyan maqsadingizni belgilang, uni qog'ozga yozib oling, toki u ko'rish xotirasiga muhrlanib qolsin. Maqsadga erishishning muayyan bosqichlarini aniqlang va zudlik bilan rejangizni amalga oshirishga kirishing. Kelajakni o'zingiz qanday tasavvur qilsangiz, u shunday bo'ladi. U qanday holda ko'rishni xohlayotganingizni hozirdanoq aniqlang.